Ikki xona bez remont uydi puliga tayyor remont bilan uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun bizlar bilan Chilonzor tumani 2-kvartalda joylashgan 2 xonalik pad Euro stilda tayyor remontdan chiqqan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringiz uyimizning asosiy xonamiz, mehmonxona. Bu yerda esa balkon qismimiz, 1,5 ga 3 bo'lgan balkonimiz, romlar alishgan ko'rib turganinglardek. Bu yerda esa oshxonamiz o'z o'rnida qolgan. Oshxonamizga ham kafelar, fartuga kafelar terilgan, romlar alishgan. O'zingizlar didinglardagidek jihozlab yashasalaring bo'ldi. Ko'rib turganinglardek uyimiz topli pol sistemasi bilan to'laqonli ta'minlangan. Bu esa yotoqxona qismi. Umumiy maydoni 46 metr kvadratdan iborat ushbu uyimizda. Katta yo'lda yuzda ko'rib turganinglardek gematologiya to'g'rimizda gematologiya banisasi bekatlar yaqinida metrogacha bor yo'g'i 2-3 bekat oralig'ida joylashgan bo'ladi ushbu uyimiz. 4 qavatli binoni 3-qavatda joylashgan. Bu yerda esa garderob zona uchun joy qoldirib ketilgan uyimiz egalari tomonidan. Glavniy eshikdan kirib kelish va razdельный sanuzeli. Vannamiz. Vannamizda ham kafellar terilgan yaxshi sifatida va sanuzelimiz, hojatxonamiz. Bu yerda ham kafelar yaxshi ishlatilgan ko'rib turganinglardek. Ushbu uyimizning mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor tumani 2-kvartal gematologiya banisining ro'parasida joylashgan 4 qavatli binoning 3-qavatda joylashgan ushbu uyimizni egalari 65.500 AQSh dollar baholashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.